Assalomu alaykum. Men shifokor Gulnora Shakirovna Akfa Medline universitet klinikasida gastroenterolog, gepatolog bo'lib ishlayman. Ushbu videoda sirrozga oid eng ishonchli va ilmiy asosga ega zamonaviy tibbiyotdagi ma'lumotlarni siz bilan bo'lishamiz. O'zi bu qanday kasallik? Kimlarda uchraydi? Belgilari, tashxis qo'yish va davolash yo'llari qanday? O'zingiz yoki yaqinlaringiz uchun ushbu kasallikka oid savollarga javob izlayapsizmi? Biz aynan shu maqsadda sizga eng ishonchli ma'lumotlarni taqdim etish uchun shu yerdamiz. Sirroz rivojlanayotgan davlatlarda juda ko'p uchraydigan jigar kasalliklariga kiradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistondagi o'limlarning taxminan 6% aynan sirroz tufayli kelib chiqadi. O'zi sirroz nima? Sirroz uzoq yillar davomida turli xil sabablar tufayli jigar doimiy zararlanib borish natijasida rivojlanadigan kasallik hisoblanadi. Boshqa aksariyat organlardan farqli ravishda jigar jarohatlanganda o'zini tiklash qobiliyatiga ega. Biroq tuzalish jarayonini chandiq to'qimalarining hosil bo'lishi bilan kechishi mumkin. Shu sababli jigar qayta zararlanganda jigarda kuchli chandiqlanish yuzaga kelishi mumkin. Bu chandiqlanish shu darajada og'irlashishi mumkinki, jigar o'zining normal funksiyalarini bajara olmay qoladi. Jigarga zarar yetkazadigan har qanday kasallik yoki holat vaqt o'tishi bilan sirrozga olib kelishi mumkin. Shunday xavf omillariga spirtli ichimliklarni ko'p iste'mol qilish, ortiqcha vazn, virusli gepatitlar kiradi. Shuningdek, birlamchi sklerozlovchi xolangit deb ataladigan o't yo'llarining yallig'lanishi va chandiqlanishi kasalligi, organizmda temir to'planishi sabab bo'ladigan gemoxromatoz kasalligi, organizmda mis to'planishiga sabab bo'ladigan Wilson-Kalafalova kasalligi, tananing o'z immun tizimi jigar hujayralariga zarar yetkazadigan autoimmun gepatit kabi kasalliklar ham sirrozga olib borishi mumkin. Ko'pincha jigarda sezilarli darajada o'zgarish bo'lmaguncha sirroz hech qanday belgi bermasligi mumkin. Kasallikning dastlabki bosqichlarida uchraydigan sirroz belgilariga charchoq, holsizlik, vazn yo'qotish, ko'ngil aynishi, qon suyulishi, oyoq va to'piqlarda shish, terining qichishishi, qo'l kaftlarning qizarishi va terida o'rgimchaksimon qon tomirlari paydo bo'lishi kirishi mumkin. Keyingi bosqichlarda esa ko'z oqi va terining sarg'ayishi, oshqozon ichak yo'lidan qon ketishi, qorinda suyuqlik to'planishi natijasida qorin bo'shlig'ining shishishi, ya'ni assit hamda jigar ensefalopatiyasi natijasida aqliy chalkashlik yoki uyqu rejimining buzilishi yuzaga kelishi mumkin. Assit esa o'z navbatida nafas qisishi va qorin bo'shlig'i infeksiyasiga sabab bo'lishi mumkin. O'z vaqtida davolanmagan sirroz vaqt o'tib jigar saratoniga, adenokarsinomaga olib kelishi mumkin. Shu sababdan agar o'zingizda ushbu belgilardan birortasini his qilsangiz, shifokorga zudlik bilan murojaat qilishingiz lozim. Kasallikning dastlabki bosqichlarida hech qanday belgilar bo'lmasligi mumkin. Shu sababdan sirroz ko'pincha odatdagi qon tahlillari yoki tibbiy ko'riklar paytida aniqlanadi. Agar shifokor bemorga sirroz kasalligi bo'lishi mumkin deb o'ylasa, qo'shimcha qon tahlillari, qorin bo'shlig'i ultratovush tekshiruvi va jigar biopsiyasini buyurishi mumkin. Bu usulda igna yordamida jigar to'qimasidan namuna olinib, zararlanish belgilari to'liqroq o'rganiladi. Bu tahlillar jigar faoliyatining buzilishi, jigar shikastlanishi yoki gepatit viruslari kabi sirroz sabablarini tekshirish orqali kasallikning qay darajada rivojlanganini aniqlashga yordam beradi. Natijalardan kelib chiqib, shifokor sirrozning asosiy sababini aniqlay oladi. Sirroz tashxisida muhim rol o'ynaydigan tekshiruv usuli fibroskan hisoblanadi. Ushbu test jigar qattiqligini va undagi yallig'lanishni ultratovush yordamida aniqlaydi. O'lchov natijalari bo'yicha jigarda chandiqlanish darajasini aniq baholash mumkin bo'ladi. Sirroz tufayli yuzaga kelgan jigardagi o'zgarishlar to'laqonli ortga qaytmasa-da,
davolash orqali kasallik rivojlanishini sekinlashtirish, belgilarni yengillashtirish va asoratlarni oldini olish mumkin. Sirrozning dastlabki bosqichlarida asosiy sabablarni aniqlab, ular bilan kurashish orqali jigar shikastlanishini kamaytirish mumkin. Masalan, alkogol mahsulotlarini iste'molini to'xtatish, vazn tashlash, virusli gepatit va boshqa jigar kasalliklarini davolash orqali jigarni zararlanishdan himoya qilish mumkin. Agar jigar faoliyati to'xtasa, ya'ni dekompensatsiya davrida, bunday holatda a'zoni ko'chirib o'tkazish imkoniyatlarini ko'rib chiqish mumkin. Aslida jigar ko'chirib o'tkazish uchun eng ko'p uchraydigan ko'rsatma ham aynan sirrozdir. Transplantatsiya jarayonida jarrohlar shikastlangan jigarni olib tashlab, o'rniga sog'lom donor jigarini bir qismini qo'yadilar. Jigarning o'zini tiklash qobiliyati sababli to'liq tiklanishi mumkin. Tibbiyot xodimlar jamoasi bemorni transplantatsiya uchun qanchalik mos nomzod ekanligini baholaydi. Ushbu jarrohlik amaliyoti o'ziga yarasha xavf-xatarlar va asoratlarga ega katta jarayon hisoblanadi. Shu sababdan so'nggi qarorga kelishdan oldin bemor, uning oila a'zolari va shifokorlar o'zaro maslahat qilishlari juda muhim. Albatta, sirroz bilan yashash oson emas. Lekin ushbu kasallik haqida ishonchli ma'lumotlarga ega bo'lish, shifokorlar maslahatiga qat'iyan rioya qilish va albatta to'g'ri davolanish orqali sirroz rivojlanishini sekinlashtirish va sog'lom insonlardek hayot kechirishi mumkin. Hozirgi kunda sirrozga olib keladigan chandiqlanishni sekinlashtiruvchi va hatto bartaraf etuvchi yangi davolash usullarini o'rganish bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu sababdan aslo tushkunlikka tushmang. Agar shu kabi qiziqarli tibbiy ma'lumotlarga ega bo'lishni istasangiz, bizni Med366 sahifasida kuzatib boring. Bizga sizning sog'lig'ingiz juda muhim.